Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa bu safargi ishimiz Hasanqovoq qishlog'ida. Bu yerga o'zgacha narsa qildik. Akamiz Rossiyada turib buyurtma qildi. Bu hozir televizor o'rnida foydalanadigan narsa bo'lyapti. Haligi bozorda maxsus chiqib qoldi, o'shani qo'yishib shu orqali televizor qilib ko'rishar ekan. Shunga menga yoki shunaqa narsa kerak degandi. Bo'ldi aka, bor dedik, Xudo xolasa. O'rnatib berdik. Ikkala derazaga yakka qilib. Eshiklariga esa har doimgidek plisidan orqasini ranglariga moslab birga bir qilib qo'ydik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar.